O uyning ichidan o'zimiz ham oqib boryapti bu. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida oqib o'tuvchi Janubiy Farg'ona magistral kanalida 8-may kuni ertalab soat 8 da kichik GES qurish ishlarini olib borish jarayonida kanalda texnogen hodisa sodir bo'lib, suv toshqini yuz berdi. Mana mahallalarda suv bosyapti mana, kanal uryapti. Mana odamlarga zarar keltirdi mana. Mana hamma yoq suv bo'lyapti mana, mahallani suv bosib ketdi. Mana. O'zbekiston suv xo'jaligining rasmiy bayonotida aytilishicha, kanalning PK 194+60 beketida gidroproyekt MCJ loyihasi asosida gidroqurilish buyurtmachi xizmati MCJ buyurtmasi bilan GES qurish ishlari olib borilayotgan edi. Damba buzilishi oqibatida Buloqboshi tumanidagi Sarvontepa mahallasining 100 dan ortiq xonadonni suv bosgan. Ishlarni suv bosib ketdi mana qo'lni kanal urib. Mana ogoh bo'linglar mana. GESchilardagi hamma aytadi, kanalda suv uryapti mana. Mana aholini uji bosib, aholiga juda katta zarar keltirdi. Eplab bo'lmaydigan suv oqyapti hozir. Befarq bo'lishgan. Ozodlik bilan suhbatda mahalla turg'unlaridan biri bu hodisa mas'ullarning e'tiborsizligi va qurilish ishlarining sifatsiz olib borilayotgani sabab sodir bo'lganini aytdi. Andijon viloyati hokimi voqea joyida jabrlanganlar bilan uchrashib, ko'rilgan zarar 100% qoplanishiga va'da berdi. Rahmat. Hozir 2 soatlarda suv to'xtaydi. Nima zarar ko'rgan bo'lsalaring hammasini rahmat. Ammo bu kabi va'dalar to'liq bajarilmay qolgani haqida O'zbekistonda sodir bo'lgan texnogen voqealar tarixidan ma'lum. Jumladan 2020-yil 1-may kuni Sardoba suv omborining o'pirilishidan zarar ko'rgan aholi ozodlikka juda ko'p murojaat qilgan edi. Aynan shunday texnogen voqealar yana takrorlanmasligi uchun bunday qurilishlar raqobatli va halol tenderda g'olib bo'lgan kompaniyalarga berilishi lozimligini tahlilchilar ko'p uqtirib keladi. Ammo bunday qurilishlar prezident va uning oilasiga yaqin bo'lgan shaxslarga tendersiz topshirilishi ham bir necha bor ozodlik surishtiruvlarining markazida bo'lgan. O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati 8-may kuni tushdan keyin bu hodisa haqida rasmiy bayonot berdi. Bayonotda aytilishicha, Buloqboshi tumanida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan Rossiya Federatsiyasining MPR Moliya instituti mablag'lari hisobiga Janubiy Farg'ona kanalida JFK 3 kichik GES qurilishi loyihasi amalga oshirilmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirovning yozishicha, energetik obyektlarga doir qurilishlarda sodir bo'layotgan texnogen hodisalar ko'payib borayotgani xavotir uyg'otadi. Uyga kirish olmayapti.